20-raqamda Asliddin Samiyev o'ynayapti. Bu start 5ligi. Zaxirada u qadar variantlar ko'p emas. OKMKda Islombek Jo'rayev birinchi, Xayrul mehmonlar. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba ko'ramizmi? Yo'q. Ichkariga uzatmamidi yoki zarbamidi? Xullas o'xshamadi va endi olmaliqliklar qarshi hujumga chiqishlari mumkin. Shahram Faxriddin darvozabon Diego Do Nascimento oldingi chiziqqa yaxshi aniq uzatmani amalga oshirdi. Olmaliqliklardan navbatdagi hujum juda ham chiroyli tarzda ortga uzatma. Uzoqdan zarba ko'ramizmi? Zarba ko'rdik. Darvozabon to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Diego Do Nascimento. Mehroj Yunusov zarba yo'lladi. Darvozabon Do Nascimento to'pni Samarqandliklarning navbatdagi hujumi. Daleriy Shonqulov zarba. Darvozabon Do Nascimento to'pni yana qiyinchilik bilan bo'lsa ham uzoqlashtirmoqda. Birinchi taym yomon o'ynamadi Dinamo. Vaziyatlar borasida darvozabon Diego Do Nascimento David biroz oldinroqqa chiqdi. Uzatma amalga oshiryapti. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Ramil Almamedov to'pni yo'qotyapti. Almamedov bir amallashdi. Hozircha Dinamo vakillari qoidabuzarligi yo'q. OKMKning hujumi davom etadi. Qaytib ulgurdi darvoza. OKMKning hujumlaridan yana 5 tadan futbolchilar bor har ikki jamoada. Ammo Mehroj Yunusov endi Dinamoga yordam bera olmaydi. Biroz avval aytganimizdek, yana bir zarba bu safar asosiy tarkib jamoasini tushirish mumkin. 3 ta. 5 tadan 3 ta asosiy tarkib jamoasi shakllantirish mumkin. Dinamoning bosimi, zarba ko'ramizmi? Yo'q. Ko'paydi. Bir nafar himoyachi toza o'ynadi va Dinamoga vaziyat yuzaga keltirib bergandi. Keyinroq esa qoidabuzarlik bormidi? Bor edi menimcha, lekin to'p olmaliqliklarda qolganligi uchun ham hakam o'yinni to'xtatgani yo'q. Yana bir Nascimento esa jarohat oldi chog'i. Darvozabon Do Nascimento. Xavfli vaziyat. OKMKning hujumida to'pni o'yinga kirityapti. Darvozabon Diego Do Nascimento David o'z zarba yo'llaydi bu safar ham. To'p xavfli vaziyat, zarba yo'llandi. Almamedov zarba muallifi. Vaqt juda kam qoldi. Bitta zarbaga yetadi. Darvozabon qaytaryapti va bo'ldi, uchrashuv yakunlandi.